Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, o'rganuvchilar. Bugun siz bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan fonetik jarayonlar, fonetik hodisalar mavzusini o'rganamiz. Fonetik jarayonlar mavzusi yuzasidan quyidagi rejalarimiz mavjud. Kombinator omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar, pozitsion omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar va turli omillar ta'sirida yuzaga keladigan fonetik hodisalar haqida suhbatlashamiz. Fonetik jarayonlar nima? Umuman olganda, biz biror bir tovushni, fonemani talaffuz qilish jarayonida yonma-yon kelgan tovushlarning bir-biriga ta'sir qilish holatlari, fonetik o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu fonetik o'zgarishlarga kombinator, pozitsion va aralash omillar ta'sir o'tkazadi. Kombinator omil bu qanday yuzaga keladi? Kombinator ottyankalar so'z tarkibidagi tovushlarning bir-biriga ta'siri natijasida yuzaga keladi. Masalan, jarangli z fonemasi mazkur so'zi tarkibida jarangsiz k undoshi ta'siriga uchraydi va jarangsiz z tarzida talaffuz qilinadi. Kombinator omillar ta'sirida yuzaga keladigan fonetik jarayonlar assimilyatsiya, dissimilyatsiya, akkomodatsiya kabi fonetik jarayonlar mavjuddir. Assimilyatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, assimilyatsiya bir xil kategoriyadagi tovushlarning o'zaro moslashuvi hisoblanadi. Masalan, buning ham turlari bor: progressiv assimilyatsiya, regressiv assimilyatsiya, to'liq assimilyatsiya, to'liqsiz assimilyatsiya, distant va kontakt assimilyatsiya kabi turlari mavjud. Progressiv assimilyatsiya oldingi tovushning keyingi tovushni o'ziga moslashtirishi. Masalan, ketdi so'zini ketdi tarzda, ya'ni oldingi jarangsiz t undoshi o'zidan keyin kelgan jarangli d tiloldi undoshini o'ziga moslashtirganini ko'rishimiz mumkin. Regressiv assimilyatsiya esa keyingi tovushning oldingi tovushga ta'siri natijasida o'ziga moslashtirishi. Masalan, tuzsiz so'zini oladigan bo'lsak, keyingi kelgan jarangsiz z undoshi o'zidan oldin kelgan jarangli z undoshini o'ziga moslashtirganini ko'rishimiz mumkin. To'liq assimilyatsiya bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir-biriga aynan moslashadi. Masalan, non-void, no-void tarzida, ya'ni oldinga kelgan til oldi undoshi o'zidan keyin kelgan labtish undoshiga moslashganini ko'rishimiz mumkin. Ham artikulyatsion jihatdan, ham sirg'aluvchi va portlovchi undoshimiz sirg'aluvchi undoshiga moslashganini ko'rishimiz mumkin ekan. To'liqsiz assimilyatsiya bunda kuchli va kuchsiz pozitsiyadagi tovushlar bir-biriga qisman moslashadi. Masalan, tanbur va tambur. Til undoshidan keyin kelgan lab undoshi o'zidan oldin kelgan tovushga ta'sir qiladi va artikulyatsion jihatdan o'ziga moslashtiradi. Ya'ni n til oldi undoshi o'zidan keyin kelgan lab b undoshiga artikulyatsion jihatdan moslashadi va m tarzida talaffuz qilinar ekan. Kontakt assimilyatsiya ketma-ket joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi hisoblanadi. Distant assimilyatsiya esa so'z tarkibida bir-biridan uzoqroq joylashgan tovushlarning o'zaro moslashuvi hisoblanadi. Masalan, soch so'zini biz ba'zan choch tarzida talaffuz qilishimiz kuzatilar ekan. Xo'p, o'zbek tilida o'zak qismga affikslar qo'shilishi natijasida unlilar assimilyatsiyasi ham yuzaga keladi. Assimilyatsiyaning bu turi singarmonizm ham deb ataladi. Singarmonizm bu unlilar uyg'unlashuvi hisoblanadi. Bunda unlilarning uyg'unlashuvi lab garmoniyasi va til garmoniyasi shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, keldi so'zini tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi bo'g'indagi til oldi unlisi keyingi bo'g'inga ta'sir o'tkazib o'ziga moslashtiradi va i old qator unlisi tarzida talaffuz qilinar ekan. Xo'p, ba'zan
unlilar ham o'ziga moslashtirib, masalan, orqa qator unlisi keyingi kelgan unlini ham o'ziga moslashtirib, orqa qator unlisini talab qilar ekan. Masalan, qoldi so'zini tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi bo'g'indagi o unlimiz chuqur tilorqa q natijasida orqa qator unlisi tarzida talaffuz qilinadi va keyin kelgan i unlisini ham o'ziga moslashtirgan holatda talaffuz qilinar ekan. Akkomodatsiya turli kategoriyalardagi tovushlarning, masalan, unli bilan undoshning o'zaro ta'siri tufayli yuzaga keladigan moslashuv. Masalan, kisht va qish so'zlarini tahlil qiladigan bo'lsak, kisht so'zidagi i'miz sayoz tilorqa k natijasida old qator i unlisi talaffuz qilinadi. Qish so'zida esa chuqur tilorqa q undoshi ta'sirida i'miz i'ga monand orqa qator unlisi tarzida talaffuz qilinar ekan. Akkomodatsiyaning ham turlari mavjud. Progressiv akkomodatsiya va regressiv akkomodatsiya, distant va kontakt akkomodatsiya kabi turlari ham mavjud ekan. Progressiv akkomodatsiya bunda oldingi tovush keyingi tovushga ta'sir qiladi. Masalan, kul va qo'l so'zlarini oladigan bo'lsak, oldingi kelgan k unlisi keyingi kelgan u unlisiga ta'sir qilgan va u til oldi old qator unlisi tarzida talaffuz qilingan. Qul so'zida esa qning ta'sirida u orqa qator u unlisi tarzida talaffuz qilinadi. Regressiv akkomodatsiya bunda keyingi tovush oldingi tovushga ta'sir qiladi. Masalan, tok va qo'l so'zlarini tahlil qiladigan bo'lsak, tok so'zidagi sayoz tilorqa k undoshi orqa qator o unlisini old qator o'ga aylantiradi. Assimilyatsiyada bo'lgandek, akkomodatsiyada ham fonemaning kombinati ottyenkasi vujudga keladi. Dissimilyatsiya so'z tarkibida bir xil tovushlardan birining boshqa bir tovushga ko'chishi hisoblanadi. Masalan, birorta so'zidagi ikkita rdan bittasi noo'xshash bo'lib qoladi. Masalan, bironta, ya'ni r nga o'zgaradi. Bu hodisani assimilyatsiyaning aksi deyish ham mumkin. Dissimilyatsiya hodisasi yo'nalishiga qarab ikki xil bo'ladi. Progressiv dissimilyatsiya va regressiv dissimilyatsiya. Bunda keyingi tovush o'zgaradi. Zarur, zaril. Regressiv assimilyatsiya bunda oldingi tovush o'zgaradi. Maqtamoq, maqtanmoq tarzida bo'ladi. Tovushning o'zgarish darajasiga ko'ra dissimilyatsiya yana ikki turga bo'linadi. To'liq dissimilyatsiya va to'liqsiz dissimilyatsiya. Bunda ikkita bir xil tovushdan biri noo'xshash tovushga aylanadi. Kista tarzida. Ya'ni s tovushimiz noo'xshash bo'lgan t undoshiga o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. To'liqsiz dissimilyatsiya qisman dissimilyatsiya ham deyiladi. Bunda tovushning artikulyatsion xususiyatlaridan ayrimlarigina o'zgaradi. Masalan, uchta so'zini oladigan bo'lsak, talaffuz natijasi, ya'ni t'ning ta'sirida chimiz shga o'zgarishi mumkin. Ya'ni uchta sh tarzida talaffuz qilinar ekan. Tovushlar o'rtasidagi masofaga nisbatan ham dissimilyatsiya ikki xil bo'ladi. Kontakt dissimilyatsiya va distant dissimilyatsiya. Bunda kontakt dissimilyatsiya bunda yonma-yon turgan tovushlardan biri o'zgaradi. Kista va kista. Misollarini keltirishimiz mumkin. Distant dissimilyatsiya bunda dissimilyatsiyaga uchrayotgan tovushlar bir-biridan uzoqroqda joylashgan bo'ladi. Masalan, birorta so'zidagi ikkinchi bo'g'indagi r tovushimiz noo'xshash n tovushiga o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. Bironta tarzida bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, nazalizatsiya hodisasi bu so'z tarkibidagi burun sonantlari ta'sirida shu sonantlar yonida qo'llangan unlining rezonator ton bilan aytilishi hisoblanar ekan. Masalan, non, nok, men kabi so'zlarda kuzatishimiz mumkin ekan.
Pozitsion omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar. Pozitsion omillar nima? Pozitsion ottенкалар undosh fonemalarining so'z oxirida kelgan yoki unli fonemalarning urg'uli yoki urg'usiz, ochiq yoki yopiq bo'g'inlarda qo'llanilishiga ko'ra pozitsion omillar yuzaga kelishi natijasida fonetik o'zgarishlar yuzaga keladi. Masalan, jarangli B va D fonemalari asosan so'z oxirida kelganda jarangsiz juftiga almashganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, kitob so'zini oladigan bo'lsak, biz talaffuzda so'zning oxirida kelgan B undoshi K tarzida, kitob tarzida talaffuz qilinishini kuzatishimiz mumkin ekan. Pozitsion omillar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalardan biri reduksiya. Reduksiya hodisasi unli fonemaning urg'usiz bo'g'inda kuchsizlanishi. Masalan, bilan, biroq so'zlarida urg'u tushmagan bo'g'indagi i tovushimiz kuchsizlanib, qisqa, bilinar-bilinmas talaffuz qilinishi pozitsion omil natijasida yuzaga kelar ekan. Yoki so'z oxiridagi ochiq bo'g'inda tor unlilarning biroz kengayish holatlari ham kuzatilar ekan. Masalan, bordi so'zini ba'zan bordi tarzida talaffuz qilish holatlari ham mavjud ekan. Xo'p, jarangli B va D undoshining so'z oxirida jarangsizlanishi, masalan, yuqorida ham aytib o'tdik, kitob so'zini misol qilib keltirgandik, maktab so'zi so'zning oxirida B undoshi o'zining jarangsiz juftiga o'zgargan, maktab tarzida talaffuz qilinganini kuzatishimiz mumkin yoki D-ni T tarzida savod, savod, omad, omad tarzida talaffuz qilish holatlari ham uchraydi. Bunday holat jarangli J, J, Z undoshlarida ham uchraydi. Masalan, massaj so'zini massaj tarzida talaffuz qilish holatlari, dilxiroj so'zini dilxiroj tarzida talaffuz qilish holatlari ham uchrab turadi. O'zbek tilida ko'p bo'g'inli so'zlarda portlovchi jarangsiz qning so'z oxirida sirg'aluvchi jarangli g'ga monand talaffuz qilinganini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, sariq so'zini sariq, qishloq so'zini qishloq tarzida talaffuz qilish holatlari ham mavjud. Xo'p, boshqa omillar ta'sirida sodir bo'ladigan fonetik hodisalar. Proteza, so'z boshida tovush orttirilishi. Rus, o'riz, ro'za, o'roza, ro'mol, o'romol kabi holatlar ham uchrab turadi. Ma'lumki, qadimgi turkiy tilda son r tovushi so'z boshida qo'llanmagan. Demak, uni so'z boshida qo'llash ko'nikmasi mavjud bo'lmagan. Bu hol boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar boshidan oldin bir unlining orttirilishiga olib kelgan. Va shu tariqa olinma so'zning fonetik tarkibi turkiy so'zning fonetik tarkibiga moslashtirilgan. Yoki qator kelgan undoshlarning oldidan bir unlining orttirilish holatlari ham bizning turkiy til qoidalariga moslashtirilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, turkiy tillarda so'zning boshida qator undoshlarning qo'llanilishi turkiy tillar qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Va o'shaning natijasida turkiylarda o'sha qator kelgan undoshlarning oldidan bir unlining orttirilib talaffuz qilinish holatlari yuzaga keladi. Masalan, stakan so'zini stakan, stol so'zini stol tarzida qo'llanish holatlari ham uchrab turar ekan. Epinteza, so'z o'rtasida tovush orttirilishi. Bu hodisa ham asosan boshqa tillardan qo'shilgan so'zlar tarkibida yuz beradi. Ularning fonetik tarkibi turkiy til qonuniyatlariga moslashtiriladi. Masalan, qator kelgan undoshlar o'rtasida bir unlining orttirilishi holatlari ham kuzatiladi. Masalan, qilam so'zini qator kelgan p va l undoshlari o'rtasiga bir i'ning orttirilishi, plan tarzida talaffuz qilinishi yoki traktor so'zidagi t va r o'rtasida traktor bir i'ning orttirilish holatlari kuzatilar ekan. Ma'lumki, turkiy so'zlar tarkibida ikki unli ham yonma-yon qo'llanmaydi va bu
asosan arabcha yoki felektiv tillarda ko'proq uchrar ekan. Said, oila, soat kabi so'zlarda qator kelgan unlilar o'rtasida turkiylar o'zining tiliga moslashtirgan holatda bir unlining orttirib talaffuz qilinishi undoshning talaffuz hodisasi ham yuzaga keladi. Masalan, Said so'zida a va i o'rtasida bitta y, oila so'zidagi o va ining o'rtasida oila, yning orttirilish holatlari ham uchrab turar ekan. Epiteza yoki austeza so'z oxirida tovush orttirilishi. So'zning oxirida qator kelgan undoshlarda yuz berar ekan. Masalan, otpusk, otpuska, kiosk, kioska, tank, tanka kabi tarzda qo'llanilar ekan. Tovush tushishi so'z o'zagidagi yoki unga qo'shilgan qo'shimchalar tarkibida ayrim tovushlarning ma'lum fonetik qo'shuv asosida yoki pozitsiya ta'sirida talaffuz etilmasligi. Bunga prakopa va ankopa, ya'ni so'z boshidagi tovushning tushib qolishi. Bu hodisa asosan tarixiy jarayonlar mahsuli hisoblanadi. Hozirda prakopa va ankopa hodisasi bizning turkiy tillarimizda mavjud emas. Masalan, yilon so'zini ilon tarzida talaffuz qilinishi, yog'och so'zini ag'och tarzida talaffuz qilinishi kabi hodisalar kuzatilgan. Hozirda esa bu kabi hodisalar mavjud emas. Sinkopa so'z o'rtasidagi tovushning tushib qolishi. Bu hodisa reduksiyaning davomi sifatida ko'proq uchraydi. O'zak morfemaga affiks morfema qo'shilganda urg'u oxirgi bo'g'inga ko'chib, o'zakdagi o'nli kuchsizlanadi va tushib qoladi. Masalan, burun so'ziga egalik qo'shimchasi qo'shilganda asos tarkibidagi bir o'nli tushib qolar ekan. Masalan, burun, burni tarzida. So'z o'rtasidagi o'nlilarning tushib qolishi ba'zan tarixiy planda ham sodir bo'lgan. Masalan, olcha so'zi tarixda olicha tarzida ham aytilgan. O'zbek tilida undosh tovushlar sinkopasi ham uchraydi. Masalan, past qam so'zi talaffuzda past qam, ya'ni bitta t tovushning tushirib talaffuz qilinish holatlari ham uchrar ekan. Apokopa so'z oxiridagi tovushlarning yoki qo'shma so'z komponentining tushirib qoldirish. Masalan, so'z oxiridagi undoshlar baland so'zidagi balanddagi d tovushining talaffuz qilinmasligi, g'ishtdagi t'ning tushib qolishi kabi holatlar kuzatilar ekan. Apokopa qo'shma so'z komponentining ikkinchi qismi tushirib qoldirilish hodisasiga ham qo'llanilar ekan bu termin. Masalan, metropolin qo'shma so'z komponentidagi ikkinchi qism ko'pincha talaffuz qilinmaydi. Masalan, metro, kilogramm, kilo deymiz. Taksomotorda taksi tarzida qo'llanilishi bu apokopaga misol bo'la olar ekan. Tovush yoki komponentning tushib qolishiga olib keladigan sabablar qatorida pozitsion, ya'ni urg'usiz bo'g'indagi reduksiya yoki sintagmatik yonma-yon qo'llangan tovushlarning singishib ketishi bilan birga fonatsion energiyaning tejash, ixchamlikka erishish kabi omillar ham qatnashadi. Eliziya unli tovush bilan tugagan so'zga unli bilan boshlangan so'zning qo'shilishi natijasida bir unlining tovushining tushishi. Masalan, ayta oldi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasida nutqni ixchamlashtirish maqsadida ayta oldi tarzida talaffuz qilamiz va yetakchi qism tarkibidagi ravish tovushi tushib qolganini kuzatishimiz mumkin ekan. Sanxiy hodisasi analitik shakllarning ixchamlashuvi natijasida sodir bo'ladigan o'zgarishlar. Masalan, ishlar edi. Uni ixchamlashtiradigan bo'lsak, edi tarkibidagi bir edining boshidagi e tovushi tushib qolishini kuzatishimiz mumkin. Masalan, ishlarda tarzida talaffuz qilinadi va bu judayam Eliziya hodisasiga yaqin turar ekan. Aferezis oldingi so'zning so'nggi tovushi ta'sirida keyingi so'z boshidagi tovushlarning tushishi hisoblanar ekan. Masalan, ne uchunni nechun tarzida, mulla akani mullaka tarzida talaffuz qilar ekanmiz.
Gaplologiya. Yasama so'z tarkibida birin-ketin kelgan ikkita bir xil bo'g'indan birining tushirib qoldirilishi hisoblanadi. Bu hodisa ko'proq nutqimizni ixchamlashtirish, qulaylashtirish maqsadida qo'llanilar ekan. Masalan, morfofonologiya tarzida talaffuz qilinib yozilishi kerak bo'lgan so'zni uni ixchamlashtirish va qulaylashtirish maqsadida morfonologiya, ya'ni bir bo'g'in tushirilgan holatda talaffuz qilinadi va mana shunday yozilish holatlari ham uchrab turadi. Tovushlarning o'rin almashinuvi metateza. Bu hodisa ko'proq jonli so'zlashuvga xos bo'lgan hodisalardan biri. Ya'ni yonma-yon kelgan tovushlarning o'rin almashtirib qo'llanishi. Masalan, tuproq so'zini turpoq tarzida qo'llash yoki daryo so'zini dayro tarzida qo'llash holatlari ham mavjud. O'rin almashinuviga uchragan tovushlar so'z tarkibida bir-biriga yaqin yoki uzoq joylashgan bo'lishi ham mumkin. Shunga ko'ra metateza kontakt va distant metatezaga bo'linadi. Kontakt metateza yonma-yon joylashgan tovushlarning o'rin almashinuvi, yuqorida aytganimizdek tuproq, turpoq, r va pning o'rinni almashganini kuzatishimiz mumkin. Distant metateza bir-biridan uzoqroqda joylashgan tovushlarning o'rin almashinuvi. Masalan, aylanayin, aynalayin, n va l tovushlari o'rinlari almashganini kuzatishimiz mumkin. Tarkibida metateza hodisasi yuz bergan ayrim so'zlar hozirgi adabiy tilda me'yor darajasiga ko'tarilgan. Masalan, yog'mir so'zi etimologik shakli yomg'ir tarzida bo'lganini kuzatishimiz mumkin. Geminatsiya ikkita bir xil undoshlarning so'z tarkibida qavatlanishi, muddat, izzatga. Bunday qavatlanish ma'lum uslubiy maqsadlarda yuzaga keltirilishi ham mumkin. Masalan, maza so'zida bitta z tovushi bor. Bu uslubiy jihatdan betaraf. Agar mana shu so'zga bitta z'ni orttirib talaffuz qiladigan bo'lsak, ma'no kuchayadi, emotsional ekspressivlik yanada ortadi. Mazza tarzida ma'no yanada kuchayadi. Agar yana misol keltiradigan bo'lsak, rossa so'ziga rossa, juda so'ziga juda tarzida talaffuz qiladigan bo'lsak ham ma'no kuchayganini kuzatishimiz mumkin. Geminatsiya hodisasi so'z yasalishida ham uchraydi. Masalan, achimoq so'ziga q qo'shimchasi qo'shilganda achchiq bitta ch ortgan yoki iste'moq so'ziga q qo'shimchasi qo'shilganda issiq tarzida bir tovushi qavatlanishini ko'rishimiz mumkin ekan. Sifatlarning kuchaytiruv formalarida ham geminatsiya hodisasi uchrar ekan. Masalan, oq so'zini oppoq tarzida yoki sog' so'zini soppa-sog' tarzida uchratishimiz mumkin ekan. Degeminatsiya esa so'z tarkibida geminatsiyaning yo'qolish hodisasi hisoblanadi. Masalan, men so'ziga ning qaratqich kelishligini qo'shganimizda asos taydagi bir n tovushining tushib qolish hodisasi hisoblanadi. Senerezis so'z tarkibida yondosh qo'llangan ikki unlining diftonlashuvi, ya'ni biri cho'ziq unliga kelish, ikkita bir xil unli bir cho'ziq unli holida talaffuz qilinishi hisoblanadi. Masalan, mutolaa so'zini mutolaa, ya'ni diftonlashi bitta cho'ziq unli tarzda talaffuz qilinishi hisoblanadi. Bu hodisa ikki unli orasidagi undoshlarning tushib qolishi hisobiga ham yuz berishi mumkin. Masalan, zahar, shahar so'zlaridagi shahar so'zini shar tarzida talaffuz qilinish holatlari ham yuzaga keladi. Spiritizatsiya ayrim portlovchi undoshlarning ikki unli orasida sirg'aluvchi undoshga o'tishi. Masalan, bora berdi, bora ber. B portlovchi undoshi b sirg'aluvchiga o'tganini kuzatishimiz mumkin. Q bilan tugagan ba'zi so'zlarga egalik qo'shimchasini qo'shganimizda ham bu hodisa yuzaga keladi. Masalan, taroq, tarog'i. Q portlovchi tovushimiz g'i sirg'aluvchi undoshga ko'chganini kuzatishimiz mumkin. Bu hodisada pozitsion omillar bilan birga kombinator omillar ham ishtirok etadi. Bugungi mavzuimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.